Inson yer yuzidagi eng mukarram mahluq. U oydan ham, quyoshdan ham, osmondan ham, yerdan ham Alloh taologa mahbub mahluq. Chunki u omonatni ko'tardi. Alloh taologa o'zini ixtiyori bilan qul bo'lishlik omonatini ko'tardi. Va mana shu omonatni ko'tarishi bilan Alloh taolo uchun aziz mukarram bo'ldi. Inson zoti mukarram mahluq. Va aytdik, Allohdan uzoq bo'lib, bironta odam bu dunyoda saodatli bo'lgan emas. Allohdan uzoq bo'lib, bironta odam saodatli bo'lgan emas va saodatli bo'lmaydi ham. Chunki insonning saodati Alloh uni yaratgan islomiy fitratda turishligi bilan bo'ladi. Baliq suvda yayraydi. Suvdan chiqarib uni oltin dusiga qo'yib qo'ying, ipek yostiq dusiga qo'yib qo'ying, unda u rohat olmaydi, o'ladi. U faqat suvda yayraydi. Xuddi shunga o'xshagandek inson bolasining nafsi